Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalga kuzatuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz Sho'lqa motorlandamiz 7 etaj toza domimizning 6-etajida 3 xonamiz podklus holatda jihozlar bilan sotib olgan ekan. Sizlar bilan shuni yurib danishib boramiz, yaqinlarimiz o'ylashib qo'yamiz. Yurtdoshlar 6-etajga yetib keldik. Yer etajimizda 3 xonadan bo'ladi. Liftga ega 7 etaj toza domimizning 6-etajida 3 xonamiz 72 kvadrat tayyor holatda sotib olgan ekan. Sizlar bilan shuni yurib danishib boramiz. Bismillah. E'tibor beramiz yurtdoshlar, girganimizdan keyin koridor. Xonamiz oddiy remontdan chiqib döşab turibdi. Yine patoqlarimiz ham ishlab tuzatilgan. Atachin to'la bilan oksiyet eshiklarimiz qo'yilgan ekan. Do'rimizda vonna to'ychalarimiz, bu yerda yana spalni, bu tarafimizdan spalni, kuxni, bu tarafda girish qismimiz, bu yerda mehmonxonasi joylashgan bo'ladi. E'tibor beramiz, girganimizdan keyin koridor, bu yerimizda yana priborcha mebellarimiz chiroyli tuzatilgan. Svet ham chiroyli svet ekan, qaymoq svet. Onun konumuzdan tushuntirib danışib boramiz. Yurtdoshlar plus podval ham bor ekan, o'zini. Yan tarafda ochiq yoz balkonimiz ham bor. Kuxnyamizga e'tibor bering, o'shim katta ekan. Bu yerimizda polni uголок, ustash yursa sig'adi. Mebellarimiz ham chiroyli tuzatilgan. Patoqlarimiz yana ham yerda atachin ekan. Pardalarimiz tayyor. Yan tarafimizda yana televizor qo'yib berasizlar. Akkuratli holatda. Bu yerda kir mashina uchun to'shiyamiz chiqqan. Şaflarımız ham zo'r tuzatilgan. Bu yerda dokumentikasyonimiz o'rnatilgan. Üstü adashmasam bir kojaga o'xshash ekan. E'tibor bering, yaqindan ko'rsatamiz. Patoqlarimiz ham shunday tuzatilib, illyustramiz ham yaxshidan qo'yilgan. Tarita bo'rdingiz tam yaqin. Liniyadan muammo yo'q, chiqasizlar. Yinalarimiz yurib turibdi, mera udobniy yerda joylashgan. Bu yerimizda yana spalni. Spalnilarimiz ham e'tibor beramiz, keng, baland. Patoqlar shunday tuzatilgan, pardalarga ega. Yaxshi gilamlardan döşab turibdi. Ramkalarimiz tashalgan. Yon tarafda yana svetilniklarimiz qo'yilgan. Yomon gap ko'raverasizlar. Niyat etgan yurtdoshlarimiz Alloh taolo yetirsin. Bu yerimizda yana vannasi. Vannasi ham yana zamonaviy tuzatilgan. Vannamiz yaxshisidan qo'yib turibdi. Sushilchalarimiz ham bor, mo'yliklarimiz tasavvur. Bu yerimizda tualeti. Bu yerda ikkinchi spalni, spalnilar ham zo'r ekan, keng, e'tibor beringlar. Illyustrasiyaga ega, pardalarimiz tayyor bu yerda, yana ramkalarimiz tashalgan. Kombinatsiya qilib ishlaganlar. Yon tarafimizda yana dekorativniy panel, yon tarafimizda ramkalar tashalgan, har xil svetdan ishlangan kombinatsiya svetilniklarimiz ham qo'yilgan. Bu yerimizda mehmonxonasi. Mehmonxonamiz ham o'zgacha stilda remont etilgan. Patoqlarimiz ham shunday tuzatilgan. Davrashanda qora palosa ham o'tgan. Ramkalar tashalgan, pardamiz ham yaxshidan qo'yilgan. Yon tarafimizda yana ramkalarimiz qo'yilib, chiroylab tuzatilgan. Narxini yig'iladigan bo'lsak, yurtdoshlar narxi 57 ming $. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan o'yingiz bo'lsa, bemalol telefonga sotishlardan beramiz. Niyat etgan yurtdoshlarimizga Alloh taolo yetirsin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bizning videolarimizni birinchidan olib ko'rib boramizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.